Torboklar qanchada o'tasiz? 17. 17 ne barda urg'achi? Voy, ne parodalar bo'lakmi? Ular rossiyskiy, bular shved. Shved rossiyskiy. Bu ettiku suttiku. Suttiku. Sredniy 17 dan qanchadan satasiz? 20 dan ham satdim, 15 dan ham satdim. Orqa. Torbok qarab satasizmi? Nomerini olib qo'ysiz. Zakazga ham ishlaysizmi? Zakazga? Zakaz bersangiz olib kelib beramiz dedi. Nomerini olib qo'ying, chalasizlar. Российский порода. Sütko, ona dili shvedskiy poroda sütko ekan. Uylarda ham emi o'rgatib o'tadi. Yerga sava deb. Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанында коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalomu alaykum. Universal Gation каттоолчулары жана көрөрмандар. Бүгүн биз Өзгөмө базарынын малдан алып сатып алып Bu neni balalar tartaz canlan ele. Bugün bu 2020 yıl 2 Mart. Videonu like basıp kollup turuz. Yaşlı kata yazsak videonun başına geçtim sayayım. Annemizde videonu başladık. O ne ola sattıktır. 56 bin so'mga. Aga adamlar tartpayım korkup oylan aga. Uy. Sütü 10 litre teyin barsa жақсы тойгон азыр бирок жели жок экен, тырбоо эми койгон окшойт. Уй жакшы эле уй экен. Өтө паст эмес, өтө чоң эмес, средний уй. Молина улам 90 миң сом дейт, 70 миң сом баа болду, бербедик деди. Торпогу 5-чи экен, ургачы. Уй чоң уйлардан экен, өзүңөр көргөндөй эле. Sütü жақсы тойгондо 10 литре тең барса керек, оны айтпай атат. Жақсы эле деп. Bura uy жақсы ekan, cho'ng. Mana boshlari ham cho'ng. Narxi o'tini tartansang bunga chaqilishib qolib, o'rinmay qoladi. Neni bo'lgan seniga? 85 ming. 85 ming. Hozir qancha so'radi? 1,80. 79 ming so'm bo'ldi, berbedik dedi, deyotadi o'zini qanday. Torba qanchaga? 4 çoğası urgan erkek eken. Uşağa gelip kettin mi tapay? Ne oldu? Az üstün sırayız, jelin görüne ayvay çoğun jelderi. Uyam жақсы, öte çoğun normal eken. Boyu büyük. Qanchalik üstü var aga? Aga, qanchalik üstü var? Bundan kısa demedi. Jegenni qarab beri. Bu vaqtda da o'sha qaydan? Jegenni qarab beradi o'tadi. Olgan jegeniga 60. Hozir qancha so'radi? 55. 52 ming so'm bo'lib tur. 60 ming so'm qaramta deysiz. Turib olgan qancha? 5-chi, 4-chi deydi, aniq bilmayman dedi. Erkek urg'achi. Erkek. Uyni suti qancha var? 6 litr sütü var ekan. Sütü az bo'lsa, qaymoq süt bo'lsa kerak. Torbog'da yaxshi ekan, lekin enesining bo'yina bo'yi menda normal bu torbog'ning bo'yi. Uy cho'ng bo'lsa, torbog' kichkina bo'lib qolsa bo'lavatdi. Menga uy chalib ketdi suygandan. Yeni olan jeniga? 65. 65. 75. 65 ming so'm deydi. Torpog erkakmi? Erkek. Erkek torpog ekan. Hozir qancha so'radi? 60 lira. Torpog жаңы birinchimi, ikkinchi? Birinchi olasiz. Birinchi olasiz torpog normal ekan, yaxshi ekan. Qanchalik tushdi bor? Ertaga 6 litr. Sarıkeş 6 litr. Sarıkeş 6 litr sütü var ekan, unda bu yaxshi ele beradi. Sütü qaymoqda bo'lsa kerak. Qaymoqda sütü var deb atadi. Unda biroq jelli o'zining bir tug'an bo'lsa, jelini yaxshi ekan. Jeli cho'ng, emchekteri ham cho'ng ele. Hava yine bo'lgan ekan. Yo, har kuni salamet to'xtab tushgan. Bu qancha tutasiz? 110. Hozir qancha so'radi? Hem so'rash. Hem ekan. Жаңылы keldingizmi? Qachon tug'an uy?
Üçüncüsü. Torpoğu erkek eкен. Torpoğu деле жакшы. Sütü qancha beradi? Sar geç. Sar geç 10dan aşat деп атат. Ben примерно 10 чыгат dedi. Onu тартып көргөн литрлеп көргөн эмескем dedi. Nasıl patan kişiniki? Boş tutat kını. Bu qancha ekan aba? Bunu 100 bin 100. 100 ming. Bazar qancha so'radi? 90 bin. 90 ming so'm baho bo'lib tur. Turbo qancha? 4. balası. 4-chi bolasi bo'lsa. Torpog'ini 1 oy bo'ldi o'xshaydi. 15 gün. 15 kunlik torpoq ekan. Torpog'i urg'achu? Burgaç. Urg'achi torpoq. Suti qancha beradi? 15 litre. Sargech 15. Oo, 1 gün. Sargech 15 turadi. Biroq jelini yarasha ekan. Torpoq dadil torpoq bo'ladi. Qancha oldi ekan? Bu 80 bin. 80 ming. Bazar qancha so'radi? 70. 70 so'm baho bo'lib turib. Bu qanchani tug'an uy? 4. balası erkek. 4-chi bolasi erkak. Suti qancha beradi? 15 litre. Saat keçisi 15. Sargech жашты 15 litr чейин барат экен. Мына көрсөң желин дагы. Жел аябай чоң экен. Мына көрүп атсаңар дейли. Hem жок го дейм. Ава эне бала канча экен? 55 yatağız. 55. Базар канча сурады? 53 lira. 53 миң сом сураптыр. Торпо канчанча? Жаңы ачмабы? Жаңы ачмады деп. Эркек ургачу? Торпо эркек экен. Канча литр сүт берет? 4 litr sütü var ekan. Жаңы ачмага жакшы эле. Уйдан бой бийик уйлардан экен. Будан өссө керек. Olan 75 ming so'm deydi. 65 ming so'm baho bo'ldi. Berib atadi. 70 ming so'm ber dedi, berib qo'ydi. Albayын deb ketib qoldi. Torpoq ikkinchisi ekan, erkak. Mo torpoq. Torpoq dadil ekan. Uydan yaxshi uy. Svetdan suvi ham yaxshi. Mana astidan ko'rsatay. Ne olan qancha ekan? 65. 65 ming so'm deydi. Bozor qancha so'radi? 60 ming so'm. Bozor arzondab qolgan o'xshaydi kichkina. Shu mollar arzondabdir. Turpoq qanchasi? Qancha turpoq? 3-chi. Süt 7-8 litr sütü var ekan. Yeni olan qancha ekan? 90. 90 ming. Bozor qancha so'radi? 82 ming so'm baho bo'libdir. Birinchisi ikkinchisi? 3-chi bolasi ekan, erkak. Suti qancha beradi? Jeli yaxshi ekan-ku. 10 litre. Sargech 10 litr. Hozir bu yerda bir mol 10 litr olsa yaxshi beradi ekan. 10 litrga cheng beradi ekan. Mon kechirsan. Mana 100 dedingizmi? Bozor qancha so'radi buni? So'raylik buni. 100 degani cho'chib ketdi tashlaydan la. 98 odat. Buni torpoq qancha? Biroq jelin yaxshi. Qancha torpoq ekan? Qancha torpoq? Ikkinchi tarafı. Ikkinchi torpoq urg'achi o'xshaydi la. Bu da erkakmi? Erkak ekan. O jelin ko'rsang o'yin. Moğol jeli torpoq emgen o'xshaydi, tozalanib qolibdi. Bu qancha litr sut beradi? Yaxshi beradi. 10 litre beradi. To'g'risi 18 gacha beradi. Çöpke qarab beraveradi. Çok hazır ko'kka chiqqan bo'lsa, ondan so'ng beradi. Ko'kka chiqsa suti ko'payadi deydi. Bortqa qo'yilgan akchalar! Cho'ng o'tishlar!